Assalomu alaykum parranda ishqibozlari. Men semiz o't haqida bilganlarimni gapirib beraman. Ota-bobolarimiz, momolarimiz aytishgan, semiz o'tni foydalari inson uchun ancha yaxshi, foydali, qonni yurishtiradi, ichki qotishni yumshatadi. Sho'rvalarga solib, so'msalar qilib berishgan. Men parrandalarimga shu o'tdan beraman. Cho'jalarimga shu o'tdan abitga maydalab beraman. Bir kun ho'llab, bir kun namlab, kevalarga aralashtirib beraman. Mana donimiz 10 xildan ko'proq assortimentga ega. Xilma-xilligi hamma narsa bor. Suvlarimni qaynatilgan holda beraman mana. Cho'jalarimga qaynatilgan 6 oy mobaynida qaynatilgan suv berib boqdim. Cho'jalarga bunaqa idishlardan, bakrashdan qirqib suv quyib bersanglar bo'ladi. Don suv mana. Suvga kattaroq idish, donga kichikroq idish qilib qo'yganman. Mana uni ham foydali emas. Mana kalsiyni ham ancha foydalari bor. Kevakka 1 kilosiga yarim qo'shaman. Mana po'choqlarni ham tashlab yubormaymiz. Piyoz po'choq, karam po'choq. Mana oqshoqni bitta qozonda qaynatib bir jon bo'ladi. Bunga sabzini qirg'ichda chiqarib, karamni maydalab qo'shib bersa ancha foydali. Tuxumlari ham yaxshi bo'ladi, katta bo'ladi. Tovuğumuzda oyoqlarida bakteriyalar ko'p bo'ladi. Shuning uchun ovqatini sal balansroq, belidan balansroq qo'yish kerak. Suv idishlarni bunday baklashkalarda qirqib suv idish qilib qo'ysanglar bo'ladi mana. Mana o'zi kataklarda ham ko'rsataman buni. Cho'jalarimni bir oy mobaynida start Samarqand dan berdim. O'lmasdan katta bo'lishdi. Patera bo'lmadi. Ko'p berib bo'lmaydi buni. Mana cho'janing maydalangan ovqati namlayman, namlab beraman. Hazm bo'lishi oson bo'ladi. Buni tashlab qo'yaveraman. Bulardan ovqat qolmaydi. Qolsa katta tovuqlarga beraman. Boş edemapa ey. Çok. Mana suv idish qo'ydik. Toza, pokiza turadi. İnson qanday toza suv ichsa, parrandalar ham shunday suv ichish kerak. Mana suvni ham to'ldirib oldik. Endi ovqat beramiz.
Hani paske bite don idiş kılgan ben oyağını solmaydı. Ben su idişi. Bana tukum döne. Bana ikinci etajdaki okat yediğim don konesi bana. İşlerini karanıp toza pek güzel. Başı idişlerimde hamısı donbor, harıkır. Arlaştı surtun kupasını beraber ama. Bana yeşini kurutsuzlar. Talış. Başı oktoğudan bakıyını. Günüge bitiden tukum kılıydı her günü. 4 oktoğum var. Günüge 4 tukum alama. Maboda man karamasam tukumlar kamayaydı. İtiborsuz karışıydı. İtibor bilen karalsız. Bana bir su ödeşir. Tukumdan ne? Bu kurugan bölerken inkubasyondan çıkan çocuğu kurugan böldü bana. Şöyle bir yarım oylık. Horoz kıçkırışı başladı. Videoyu ko'rganingizdan xursandman. Minnatdorman. Xayr do'stlar.